Abdulaziz aka, biz qanaqa viza bilan kelganmiz? Hamma so'raydi. Ha, immigratsiya viza. Ko'pchilik tushunmaydi shuni. Одноразовый viza deymanda tushunmay qolishadi. Bu doimiy yashovchilik statusi degan narsa bor. Ko'pir degan qog'oz beradi. Toshkentdan turib olasan. Mana klientlarimiz Odiljonlar ham olishdi-ku yaqinda. Hozir shuni senga to'liqroq tushuntiraman. Mana qara, ko'pir degan qog'oz Confirmation of Permanent Residency beradi qo'lingga. Hali PR statusing aktivatsiya bo'lmagan. Pasportingga o'shani aeroportga kelib aktivatsiya qilib olishing uchun bir martalik viza beradi. Immigratsion viza. Mana ko'rishlaring mumkin Odiljonning misolida. Endi mana shu viza bilan Kanadada aeroportga kirib olganingizdan keyin aeroportga o'zida ko'piringizni PR ga o'zgartirasiz. Ya'ni doimiy yashovchilik statusingiz o'sha yerda aktivatsiya bo'ladi. O'sha momentdan boshlab siz Kanadani doimiy yashovchisiz o'zi. Bundan buyog'iga endi o'sha PR karta bilan xohlaguncha Kanadaga kirib chiqaverasiz. Xuddi biz O'zbekistonga borib kelganda PR bilan kirib chiqqandik. Xuddi shunaqa narsa. Endi u PR beradigan narsalari juda ko'p. Uni tanishaman desangiz, mana bu videoni ustiga bosing. PR nimalar berishligini hammasi o'sha yerda tushuntiriladi. Hop, o'sha PR olish uchun nima qilish kerak? Ha, bu biroz murakkabroq jarayon. Bunga agar jiddiy qiziqayotgan bo'lsangiz, men lichkemga yozing, men o'zim sizga hammasini o'rgataman. Til bilishingiz kerak bo'ladi, qolganlarini ham o'rgataman o'zim sizga. PR eng zo'r plyus tomoni nimada? Eng zo'r plyusini aytaymi? PR bor odam 3 yildan keyin agar xohlasa Kanadan pasportini ola oladi va u pasport dunyoning 186 ta davlatiga vizasiz o'tadi. Qisqacha aytsa, butun dunyoga eshik sizga ochildi degan gap-da. Zo'r ekanda.